Ko'rinishini judayam yaxshi ko'raman. Azizim. Yangilik bormi? Afsuski hech nima. Tushunarli. U yerda nimalar bo'lyapti? Nima bu? U yerda g'alati maxluq. Riz, Azizim. Osmondan to'satdan yirtqich hayvon paydo bo'ldi. aholi qafosida. Bu yerdan ketish kerak. Ha, Jinursan, Qayerdasan? malikaga yaqinlashma. Yo'limda mayda chumolilar turishini xohlamayman. Hiyo, nega bu yerdasan? Tebranish his qildim. Shuning uchun bu yerga shoshildim. Bu yirtqich hayvon erkak. U tepasidagi jodugar tufayli shunday shaklga keldi. sehrgar? Ha, zulmatni yuqori sehrgari Damalinas Olk. Bir vaqtlar u Clayrat qirolligida eng kuchli sehrgar edi. Ammo bu ayol qora sehrga yo'l qo'ydi. O'sha davrda uni qahramon yenggan bo'lsa ham, uning tanasi o'ldi, ammo ongi hali hamon tirik. U qilich turgan poydevorga muhrlangan edi. Aftidan muhrim singanda, u ham bundan foydalanib chiqib keta olgan. Demak, hammasiga sen aybdormisan? Ha, meni ushlab turgan qilichni kuchiga murojaat qilish behuda edi. Meni zaif odamlar zo'rg'a mustahkamlashgan. Ammo boshqa ahmoq odam buni shunchaki yo'q qildi. Mendan ko'ra u ko'proq aybdor. Hozir bunaqa ahvolingni vaqti emas. Oliy xo'jayin. Men shaharga tahdid soluvchi yaramasini yo'q qilmoqchiman. Buni qilishimga ruxsat berasizmi? Albatta. Ammo eng muhimi aholini qutqarishdir. Buyrug'ingiz bosh ustiga. Ikkalamiz ularni xavfsiz joyga olib ketamiz. Ha. Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz, Malika? Sizni himoya qilmoqchi bo'lgan yagona ahmoq odam qoldi. Menimcha bu juda ham yomon. Qanday qilib qaytding? Zulmatni oliy sehrgari Damalinas. Yaxshilab o'ylab ko'r. Men tomosha qilardim, lekin afsus. Hayotingni olish vaqti keldi. Nur va zulmat iblisi hiya, yo'limga to'sqinlik qilishga qanday jur'at etding? Yaxshilab o'ylab ko'r. Kimni yo'liga to'sqinlik qilayotgan ekan? Meni vazifam seni yo'q qilish. Oddiy tilak bajaruvchi sifatida ko'p gapirib yubormadingmi? Sen hali meni afsunimni buzyapsanmi? Bu dunyodagi sehr hech qachon menga ta'sir qilmaydi. Bu shuni anglatadiki, mahalliy aholi va men bilan raqobatlasha olmaysan. Ha, shunaqami? Unda buni to'sib ko'rchi. Uzoqdan hujum qilolmaganing tufayli yaqinga kelmoqchimisan? Rostdanmi? Zulmat sehri, olovning qora tig'i. Nursan, bu afsun ham ta'sir qilmadimi? Demak, sen menga qarshilik qila olmaysan. Men Damalinas hech qachon yutqazmayman. Yer tagidagi tubsizlik, haqiqiy zulmatni unga ko'rsataylik. Darvozani och va zulmatga rang ber. Qanday qilib? Bu ketishda shahar tamom bo'ladi. Animeni faqat Telegramdagi Anifile kanalida ko'ringlar. Nima? Mumkin emas. Meni sehrimni oddiy odam yo'q qildimi? O'lib ket. Buni olishim kerak. Chunki siz meni ichimga abadiylikni o'tkazasiz. Buni yutish shunchalik osonmidi? Ha.